Mana bugun 20-dekabr. Bundan 2 kun oldin bizda -7 daraja bo'lgan ertalab. Kobaltning datchigida -7 ko'rsatdi. Bu bizani o'ralgan barg bilan o'ralgan o'zlarining ustiga bir gilam bilan salafan yopib qo'yganmiz. Bu yoqda полностью yer ostiga ko'milgan. Ustini salafan bilan yopdik. Har xil usulda har xil eksperimentlar qilib yopyapmiz. Uzumlarni mana bu 1 yoshlik Husaynlar. Bularning ustini yopmadim. Bu yerda bir 20 tacha ko'chat bor. 1 yillik. Bu yil bahorda qalamcha qilib ekib qo'ygandim. O'sib 4 ta 5 ta ko'z qoldirib qirqib yubordim noyabrlarda. Hozir endi qish, mana ko'rib turganingizdek hech qanaqa yopganim yo'q bularni. Mana bu sariq salafanlar tagida avatarlar bor. Mana bu bochkaning ichida ham bitta uzumimiz bor. Uni ham gigant uzum. Uni ham eksperiment tarzida bu ham. Orada bitta manikür fingerimiz bor. Qolganlarini hammasini yer ostiga ko'mganmiz. Daryoda katta uzumni yerga yotqizib, ustidan barg tashab, keyin gilam, ustidan bitta to'l tashab yuborganmiz, qora to'l, polizolni. Bu yoqdagi uzumlarimizni, Alvika bilan rizamatimizni faqatgina barg bilan yopdik. O'zini ariqning ichiga tashadik-da, ustini barglar bilan qalin qilib barg tashab qo'ydik. Bo'ldi. Yer bilan ko'mganimiz yo'q. Endi natijani xudo xolisa bahorda ko'ramiz. Yana bittasi. Bu yoqda ham mana ko'rib turganingizdek landishimiz bilan 1 yillik landish, bu yil payvand qilingan. Bu yoqda ham avatarlar. Bular hammasi bargning ostida, hech qanaqa yer ostiga ko'milmadi. Barg ostida turibdi. Demak, bu yoqda aytmoqchi bo'lganim, mana gigantimizni ko'mganim yo'q. Tagiga barg tashab qo'yganman. O'zi mana qalinligi где-то bir 5-6 mm qalinlikda qor. Tagiga mana barg. Bargning ostini ko'ryapsiz mana. Uzum. Yopib qo'yashlab. Qor tagida turgani ham yaxshi. Sovuq shamol quritib yuboradi-da. Yorilib sinib nobud bo'ladi. Shuning uchun qor ham sovuqdan himoya qiladi. Qanaqadir bir foizda. Shunaqa gaplar mana bizlarni uzumzorimiz. Qishlayapti. Demak, rizamatdan Alvikamiz yonida bu yil ekkan qalamchalarimdan bir 3 tachasini spanbond bilan ham o'rab qo'ydim. 2 qavat qilib, qalinligi 100 grammajlikdan 2 qavat bo'lganda где-то 200 gram bo'ldi. Shuni ustini yopib, yonlarini tuproq bilan bosib qo'ydim, shamol uchirib ketmasligi uchun. Mana bu ichida uzumlarimiz. Buni 4 ta 5 ta ko'z qoldirib qirqib qo'yganman uzumlarni. Gigant navi. Bundan sal nariroqda bu yil kuzda qirqilgan hamma qalamchalarimni Avatar, Lamborghini, Manicure Finger, Преображение, Dubovskiy, Rozовый qalamchalarimizni shu yoqqa chuqur qilib qopga solib ko'mvordim. O'tgan yili eksperiment qilib salafanga o'rab yer ostiga ko'mganimda, bahorda chiqarganimda ustini shu mog'or bosganida ozgina plesin deydi ruschasiga po'panaga bosib ketgan. Shunga bu yil oddiy unni qopi bilan bitta qopga solib hammasini yer ostiga tashab ko'mvordim qalin qilib tuproqni. Xudo xolisa bahorda endi chiqaramiz shu qalamchalarni. Qalamchalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bahorda chiqarganimda xudo xolisa bemalol payvandgami yo qalamcha qilib ekishgami o'zingizning xohishingizga qarab xarid qilishingiz mumkin. Demak, shu o'rinda
juda ham bir noqulay joydan o'sib chiqqan bitta qora uzumimizga bu yil 4 xil navni ulab tashlaganman. Donor sifatida mana shundan keyin qalamchala olamiz deb. Bu yerda Velis, Огненный, Ratatouille, Landish yaxshigina tutib, bo'y tortib, kuzda kesilib, keyin egib yerga ko'mishni iloji bo'lmagani uchun bularni olib qoplar bilan o'rab, mana bunaqa qilib qoplar bilan o'rab tashladikda, ustidan keyin salafan yopib qo'ydik. Salafan yopib, ustlarini har xil og'irroq narsalar bilan bostirib qo'ydik. Mana ko'rib turganingizdek qop. Ba'zilarini qopni ichida HB material ham bor, eski lattalar bilan o'rab, keyin ustidan qop qilib tashab, bu yog'i qum bor, ozgina qum ichiga ko'mib qo'yganlarimiz ham bor. Uchlarini qum ichiga ko'mib yuborganmiz. Bu yog'ini ko'milmagan joyi qop bilan o'raldi, usti salafan bilan yopib qo'yildi. Endi terlab ko'karib ketmaydi degan umiddaman. Bu ham bir eksperiment. Ko'ramiz bahorda, xudo xohlasa. Bugun 20-dekabrga -2 darajani ko'rsatdi ertalab. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like va podpiskalarni kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.